Kelin poshsha, Labbi? bugun bir qo'llaringizni o'ynatib osh qilib bering. Bir osh yegilarim kelib ketdi-de. Xo'p, bo'ladi. Oyijon, oshni qizil sabzdan qilaymi, sariq sabzdan qilaymi? Sholg'omdan qiling, sholg'omdan. Uyda saru sabzidan boshqa sabzi bo'lmasa. Oyijon, devziriga qilaymi, lazr guruchga qilaymi? Loviyaga qiling, moshga qiling. Haligi devziri qolmabdi-de. Nima bo'lsa ham qiling, bugun meni osh yegim kelib ketyapti. Xo'p, oyijon, haligi mol go'shtiga qilaymi, qo'y go'shtiga qilaymi? Molga qiling, molga. Nima bo'lsa ham bugun qiling, shu oshni yeylik. Oyijon, haligi bedana tuxum qaynataymi, tovuq tuxumi qaynataymi? Voy dod, bu kelindan dod sho'rimni qaynating. Voy yemayman. Osh yemayman. Bo'ldi. Undan ko'ra borib skitkamni e'lon qilganim yaxshi. Arafada yeyman oshni. Kelin poshsha, boshladikmi? Boshladik oyijon. Qurbon hayit munosabati bilan Solihada bomba mega chegirma. Nechta veshilka deng kelin poshsha? Bir emas. 3 ta veshilka sizlar uchun shu veshilkalar qizlarga hayitligiga jo'natishlikligi uchun yangi kelgan Turkiya brendidan $75 shifon qo'yni, italyanskiy shifon qo'ynilarimiz, Dubaydan kelgan italyanskiy shtapel qo'ynilarimiz necha pul kelin poshsha $50. Yozda maza qilib kiyishlik uchun Dubay italyanskiy shtapeli $50. Xudolar bob, xudo buvilar ham bob desa ham bo'ladi. Italyanskiy batis qo'ynilarimiz $65. Tez kelib ulgurib olmasanglar, mana hali qolmayapti, bo'lsa sizlarga bo'lsin, sizlarni kutib qolamiz.